Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xohlasa bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda qo'y qirilgan qalani ko'rib o'tamiz. Bu qo'y qirilgan qala O'zbekiston Respublikasining 20 ming so'mlik kupirasındagi qala shu. Yine bu qo'y qirilgan qalamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan. Hududi setka bilan o'rab chiqibdi. Yine qo'y qirilgan qala. Yer maydoni avvalgi davrda yana diklangan holati. Miloddan avvalgi 4-3 asrlar. To'rtko'l tumani Kalta Minor Ofiy hududida joylashgan. Davlat muhofazasiga olingan. Bu joyda lekin yaxshi ko'rinmabdi. Yine 2300 yillik tarixga ega. Shunday yerda topilgan buni video üstüne qo'yib ketaman xudo xolasa. Ko'rib olaverasizlar. Qo'y qirilgan qaladan topilgan vajlar, boshqa narsalar. Yine qo'y qirilgan qalani saqlanib qolgan devorlari. Yan tarafına kumluk, sahra. Ortasında qo'y qirilgan qala. Qo'y qirilgan qala haqında aytadigan bo'lsak, miloddan avvalgi 4-3 asrlarda barpo etilgan qadimgi Xorazm davlatining mudofaa va harbiy ba'zi bir olmon fikrine ko'ra rasadxona shunga o'xshash narsa bo'lgan degan taxminlar bor. Bu qalanın başka qalalardan farkı bu aylana şeklinde qurilgan edi. Ko'rganlaringizdek. Aylana. Başka qalalar 4 burchak şekilde yoki boshqacha bo'ladi. Bu aylana şeklinde bu. Bu qalanı 1930-1950 yillarda Rossiyalik Rus olimi Sergey Tolstov tomonidan tatbiq etilgan va o'rganish ishlari amalga oshirilgan. Şurada qazishma ishlari. Bu qalanın diametri 40-45 metrini tashkil etgan. Qalanın devorlari 2000 yil bo'lgandan keyin qulab tushayotir salkam. Şöyle yaxshi saqlanib qolibdi. Boshqa joylar saqlanmagan. Harbiy maqsadlarda foydalangan bo'lishlar kerak bu. Bismillah. Biz düşman yapıştık. Qalla bo'lsa, şöyle kelaverasizlar. To'rtko'l tumani Kalta Minor. To'rtko'lchilar biladi, Bezirgan degan yerlar bu. Shu yerda yana Bezirgan paxta zavodi bor. Shuni yonimda joylashgan bu. Qo'y qirilgan qala. Ya bismillah. Xudo xolasa kanalımıza abone bo'lib qo'yinglar. Buni video rolikini to'liq atib chiqaramiz. Qiziqarli faktlar,
sun'iy intellektda yaratilgan şu davrni videolari shunga o'xshash. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, Xudo xolasa videolarni ham ko'rib borishga davom etasizlar. Bugungi video roligim shundan iborat edi. Videomizga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.